Diqqat, tezkor xabar! Mamlakatda kuchli zilzila sodir bo'ldi. Afsuski halok bo'lganlar bor. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donalik bosib qo'yishni unutmang. 2025 yil 10 avgust kuni Turkiya yana bir bor tabiatning qudratiga guvoh bo'ldi. Kechki payt, mahalliy vaqt bilan soat 19:53 da Balıkesir viloyatining Sindirk tumanida 6,1 magnitudali zilzila yuz berdi. Yer osti silkinishlari 10 kilometr chuqurlikda sodir bo'lib, butun atrof hududlarda sezildi. Bu kuchli zilzila oqibatida 81 yoshli bir ayol halok bo'ldi. Turli darajadagi tan jarohatlarini olgan 50 ga yaqin fuqaro shifoxonalarga yetkazildi. Ko'pchilik yengil jarohatlar bilan qutulgan bo'lsa-da, voqea aholi ruhiyatiga katta ta'sir qildi. Silkinishlar eski va mustahkamlanmagan binolarni qattiq zararlantirdi. Birta uy to'liq vayron bo'ldi. 13 ta bino jiddiy shikast oldi. Yana o'nlab uylar yengil zarar ko'rdi. Ikki masjidning minorasi ham qulab tushdi. Shunga qo'shimcha zilziladan choralarini qo'llashga chaqirmoqda. Chunki yer ostidagi beqarorlik yana yangi silkinishlarni keltirib chiqarishi mumkin.